O'sha xonada 5 daqiqa avval hamma kulayotgan edi. Endi esa jimlik shunchalik og'ir ediki, uni pichoq bilan kesish mumkindek. Dildora qo'lidagi chashkani stol ustiga qo'ydi, lekin qo'li biroz titragani uchun chashka likopchaga tegib g'ichirladi. Bu tovush xonadagi har bir odamning yuragiga sanchilib o'tdi. Abzal derazaga qarab turardi. Uning orqa tomonidagi chiroq yorug'i hech qanday tasalli bermasdi. U shunchaki turardi, lekin uning butun vujudi qochib ketishni xohlardi. Dildora unga qaradi, og'zini ochdi, yumdi, keyin yana ochdi. "Men sen bilan yashay olmayman", dedi u nihoyat. Bu gap baland aytilmadi, hatto xirillab chiqdi. Ammo bu gapning issiqligi Abzalning orqa miyasigacha yetib bordi. U orqasiga o'girildi. Ko'zlarida yosh emas, qattiq, quruq, porloq bir noma'lum narsa bor edi. "Men o'zgaraman", dedi u. Lekin bu so'zlar xuddi o'zi kabi bo'sh edi. Dildora boshini chayqadi. "Sen o'zgarasanmi? Abzal, sen o'zgarasan deb 7 yil kutdim. 7 yil. Bu vaqtda odam til o'rganadi, kasb egallaydi, dunyoni kezadi. Men esa faqat bir uyda, bir eshik oldida kutdim. Sen qaytib kelishing bilan uy yana zindonga aylanadi." U nafas oldi. "Endi men o'zimni qutqaraman. Sendan emas, o'zimdan. Men endi qo'rqmayman." Ikkinchi qism esa kasalxona yo'lagida boshlanadi. Oq devorlar, sovuq havo va bir ayol, nazokat, uzoq yo'lak bo'ylab sekin-asta keladi. Uning qadam tovushlari kafelda aks sado beradi. U bir palata oldida to'xtadi. Eshik biroz ochiq. Ichkarida bir ayol yotibdi. Bu Dildoraning dugonasi, o'sha kungi voqeaning guvohi. Nazokat eshikni itarib ochadi. "Salom oyijon", deydi u tabassum bilan. Bu tabassumda iliqlik yo'q. U tishlarini ko'rsatgan sherning tabassumiga o'xshaydi. Yotgan ayol cho'chib qaraydi. Nazokat uning yoniga o'tiradi. "Xavotir olmang. Men faqat holingizni so'rashga keldim. Kechagi voqea juda achinarli. Kimdir sizni jazolash kerak edi, lekin bunchalik qattiq emas. Bu gap kimdir degan o'rniga men deb o'qilish kerak edi." Yotgan ayolning yuzi oqarib ketadi. Nazokat uning qo'lini silaydi. "Bilaman, siz hamma narsani eshitasiz, hamma narsani ko'rasiz, lekin ko'rganlaringizning hammasini ko'rgan bo'lmaysiz. Men sizga bir maslahat beraman. Kasalingizni tuzating, eshiting, ko'ring, lekin gapirmang. Chunki gapirgan til emas, kesilgan til og'riydi." Bu so'zlar aytilishi bilan Nazokat o'rnidan turadi va xonani tark etadi. Yotgan ayol esa chap berib, yostiqni mahkam changallaydi. Uning ichki dardlari endi og'iz emas, yurak orqali qichqiradi. 3-sahna. Dildoraning uyi. Tun yarim. U karavotda yotibdi, lekin ko'zi ochiq. Shiftdagi yoriqlarni sanaydi. Uning yonida telefoni jiringlaydi. Abzalning nomi yozilgan. Qo'ng'iroqni qabul qilmaydi. Keyin yana bir marta qabul qilmaydi. 3-sida ovozli xabar yozilgan. U xabarni eshitadi. "Dildora, men sening qo'rquvingni tushunaman, lekin men o'zgarmoqchi emas. Men o'zgaraman. Oldimda 2 yo'l bor. Yoki seni qaytarib olaman, yoki butunlay yo'qolaman. Men yo'qolishni xohlamayman." U telefonni stol ustiga qo'yadi. Qo'llari titraydi. Uning onasi xonaga sekin kiradi. "Qizim, uxlamadingmi?" so'raydi. Dildora jim turadi. Onasi uning yoniga yotadi va sochlarini silaydi. Bolalikdagi kabi. "Onajon, siz dadam bilan nega ajrashmadingiz?" so'raydi Dildora. Onasi bir zum jim qoladi. "Biz ajrashmadik. Biz bir-birimizni tark etdik. Ammo uydan chiqmadik. Farqi bormi?" "Bor qizim. Ajrashganlar og'riydi-da, kechirib yashaydi. Biz esa og'riqni o'ldirib yashadik. Bu xavfliroq." Dildora o'girilib onasining ko'zlariga qaraydi. "Men hech qachon bunday yashamayman." Onasi jilmaydi. Lekin bu jilmayishning tagida uzoq yillarning charchoqi bor. "Yashamaysan qizim. Shuning uchun ham hozir yig'layapsan." Bu gaplar aytilishi bilan xona jim bo'lib qoladi. Uyqusiz tunlarning og'irligi ikkalasining ham yelkasiga yuklanadi. 4-qism. Ertalab. Abzalning ishxonasi. U kompyuter oldida o'tiradi. Ekranda bir kamera yozuvi bor. Bu kechagi uydagi yozuv. U sichqonchani olib, o'chirish tugmasi ustiga olib boradi. Shunda telefoni jiringlaydi. Kutilmagan raqam. Qabul qiladi. "Salom Abzal.
Men sizga yordam bera olaman, deydi bir ayolning ovozi. Bu nazokatning ovozi. Sizning kamerangizdagi yozuv sizga emas, menga qarshi ishlatilishi mumkin. Agar uni o'chirsangiz, men ham sizning boshqa siringizni hech kimga aytmayman. Masalan, o'sha kecha siz qayerda edingiz? Abzalning qo'li sichqonchada muzlab qoladi. Uning yuzidagi ifoda o'zgaradi. Qo'rquv, g'azab va umidsizlik aralashgan. Nima demoqchisiz? So'raydi u ovozini pastlatib. Men shuni demoqchimanki, bir-birimizga to'sqinlik qilmaylik. Siz o'z yo'lingizda, men o'z yo'limda. Ammo bu yo'llar bir joyda kesishadi. O'sha uyda. Uyni kim oladi? Anavi yig'layotgan Dildorami? Yo'q, janob. Uyni eng kuchli oladi va kuch hujjatda emas, bilimda. Men hamma narsani bilaman. Gap tugaydi. Nazokat qo'yadi. Abzal esa sichqonchani bosadi. Yozuv o'chiriladi. Ammo u endi biladi. Yozuv o'chgani bilan haqiqat o'chmagan. U hozir nazorat ostida, qo'rquv ostida. 5-qism. Dildoraning dugonasi Lobar kafe ichida o'tiradi. Uning qarshisida bir yosh yigit, Jahongir. Uning yuzida yengil tabassum, lekin ko'zlarida muzday sovuqlik. Siz Dildoraning eng yaqin dugonasisiz, deydi u. Shuning uchun sizga bir narsani tushuntirishim kerak. Men Dildorani yaxshi ko'raman. Unga uylanmoqchiman. Lekin uning atrofidagi odamlar, ular to'siq. Ayniqsa o'sha kasalxonadagi ayol. U nimalarnidir biladi yoki bilgandek ko'rinadi. Lobar unga tik qaraydi. Siz tahdid qilyapsizmi? Yo'q, men maslahat beryapman. Yaxshi maslahat. Tilni tishlamoq. Chunki til tishlagan og'riqdan boshqa hech narsa keltirmaydi. Tish esa kuchliroq. U o'rnidan turadi va stol ustiga bir dasta pul tashlaydi. Buning evaziga siz menga bir noma'lum xat yozib berasiz. Dildoraga, uning otasi va o'sha yangi ayol haqida. Hech qanday haqiqat bo'lmasin, faqat shubha bo'lsin. Shubha yetarli. Lobar pulga qaraydi u qaytib uning ko'zlariga tikiladi. Men sotilmayman. Jahongir kuladi. Hali hamma narsaning narxi bor. Siz hali o'z narxingizni bilmaysiz. U ketadi. Lobar esa yolg'iz qoladi. U pulni olib yirtib tashlamoqchi bo'ladi, lekin qo'li birdan to'xtaydi. Chunki uning ham og'riqli joylari bor. Uning ham o'zi yashirgan sirlari va o'sha sirning narxi aynan shu stol ustidagi pulga teng. 6-qism. Dildoraning uyi. Otasi va yangi ayol, Mohira, mehmonxonada choy ichishyapti. Mohira juda sodda, juda oddiy, juda charchagan ko'rinadi. U uy ishlarida yordam berayotganini aytadi, ammo uning ko'zlari doim harakatda. Bir eshikni, bir oynani, bir hujjatni kuzatadi. Sizning uyingiz juda katta, deydi u. Qizim aytganidek, siz juda mehnatkash odamsiz. Sizga kimdir yordam berish kerak. Otasi jilmaydi. Menga yordam kerak emas, menga tinchlik kerak. Mohira boshini egadi. Tinchlik bo'lsa ayol kerak. Ayol bo'lsa tinchlik kerak. Siz menga ishora qilyapsizmi? Otasi biroz jim qoladi. Men hech kimga ishora qilmayman. Men faqat yashayman. Mohira choy ichadi va o'z ichida o'ylaydi. Yashayapsanmi? Ha, yashayapsan. Ammo qalbing bo'sh. Bo'sh qalbga esa kim tezroq kiradi? Hisob bilan kelgan odam. Men hisob bilan kelganimni bilaman. Lekin bu mening yagona imkoniyatim. U mendan yomon emas, men undan yaxshi emas. Faqat men ko'proq muhtojman. U qo'lidagi choy likopchasini qo'yadi. Bir maslahat bersam maylimi? Otasi qaraydi. O'zingizni qizlaringizdan uzoqlashtirmang. Ular sizning qarashingizga muhtoj. Men faqat ovqat tayyorlayman. Boshqa hech narsa emas. Bu gapning ikkinchi ma'nosi aniq. Men yaqinlashyapman. Qarshilik qilmang. 7 va yakuniy qism. Tun. Dildora yolg'iz. U atrofidagi hamma narsadan charchagan, lekin hali ham tik turibdi. U o'zining oldidagi oynaga qaraydi. Sen o'zingdan boshqa hech kimga qaram emassan, deb pichirlaydi. Hamma ketishi mumkin. Uy ham, pul ham, orzu ham. Ammo o'zingni qutqarish bu birinchi marta o'zingga aytilgan va'da va u buzilmaydi. Shu payt telefon jiringlaydi.
Noz ismli dugonasi. Dildora, tez kel. Lobar, bir narsa sodir bo'ldi. U yig'lagancha yuribdi va Jahongir haqida nimadir gapiryapti. Dildora mayin kiyinib tashqariga chiqadi. Tunda hamma narsa boshqacha. Ko'chalar sovuq, ammo yulduzlar juda yorqin. U tez yurib Lobar turgan joyga yetib keladi. Lobar daraxt tagida o'tirib yig'laydi. U meni sotib olmoqchi edi, deb pichirlaydi Lobar. U pul tashladi, men olmadim. Lekin uning ko'zlarida shunday bir ishonch bor ediki, men o'zim ham sotilaman deb qo'rqdim. Chunki sotilish uchun faqat pul kerak emas, qashshoqlik kerak. Men esa qalbimda qashshoqman. Dildora uni quchoqlaydi. Biz hammamiz qashshoq bir joydan. Ammo sotilmaslik bu boylikdir. Qolgani fon. Uning ko'zlarida yosh. Ammo bu yosh zaiflik emas, qaror. U endi biladi. Bu urushda g'alaba qozonishning yagona yo'li o'zini yo'qotmaslik. Ular shu tarzda tun yarimda ikki qizaloq quchoqlashib turishadi.